Assalomu alaykum akalar. Tentra mashinasining tablosini orqa tarafiga yerga mana shu ayo. Zatni sonda qolgan. Hozir shuni chiroyli qilib to'g'rilab beraman. Uzoq yillar ko'rishmagan ikkita bir qalin yaqin do'st uchrashib qolsa, bilasizmi? Suhbatlashib tong otguncha o'tiradi, uxlamaydi ikkalasi. Nima uchun? Bir-birini sog'ingan. Bir-biri bilan suhbatlashsa huzur, halovat oladi, uyqu esiga kelmaydi. Robbisiga munojat qilgan odamning ahvoli ham shunday. Alloh taolo aytdi: "Ya Musa, atuhibbu an akuna jalisu?" Ey Musa, senga ham suhbat, senga do'st, senga hamroh bo'lishimni xohlaysanmi dedi. Musa alayhissalom hushidan ketib qoldi. Uyg'onib aytdi: "Ey Robbim, shunday bo'lishi mumkinmi? Qanday qilib senga ham suhbat, senga do'st bo'laman?" Alloh aytdi: "Ey Musa, axir bilmaysanmi? Kim meni eslasa, tahqiq men bilan ham suhbat bo'ladi. Axir bilmaysanmi? Meni zikr qilganga men ham suhbat bo'laman. Bandam qayerda meni talab qilsa albatta topadi. Munojotda bo'lsin banda."